Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana mantiqiy savol beraman. Shuni bajarib ko'ramiz. Mana bu ikkita tomon ariqning 3 metrlik ariq bor. Uning ikki tomonida ikkita bolacha bor. Mana ikkita bolacha bor. Mana shu ikkita bolachalar bir tomonga o'tish kerak. Ularning ikkalasida ham ikkita nima bor? Uzun strapil bor. U 3 metr bo'ladigan bo'lsa, bu bolalarning qo'lidagi strapil 2,5 metrdan kattaroq. Mana bu undan zo'roq. Bolachalar qanday qilib bir tomonga o'tadi? O'shani demak ishtirokchilarimiz bajarib ko'rsatib beradi. Tayyormizmi? Sarva, tayyormisan? Keyin yig'asan. Landi. O'yin boshlandi. Qanday qilib o'tkazamiz? Orasida masofa kattaroq bo'lishi kerak. Nima bo'la olmadi. Demak, qazi bilan Sarvarniki nima qildi? Demak, nima qilib turish kerak ekan? Mana bitta cho'pni mana bunday qilib chiqarib, bolacha ustiga chiqib turishi kerak. Narigisining ikkinchisi xuddi kuch momenti qilib, demak, bunisi keyin bemalol nima qiladi? Buni ustidan o'ta olsa bo'ladi mana. Ikkitasini ham bemalol nima qiladi? Ko'tara oladi. Demak, bu o'yinda Sarvar nima chiqdi? G'olib bo'ldi. Demak, nima olasan Sarvar? So'q olasan. Demak, bolajonlar bilan nima qilamiz? Xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.